Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni jigarni tozalovchi ayrim mahsulotlar bilan tanishtiraman. Yong'oq. Yong'oq tarkibida jigarga ammiakning zararli ta'sirini kuchsizlantirishga yordam beruvchi arginin bor. Bundan tashqari, yong'oqlar tarkibida glukatinon moddasi bo'lib, u ko'plab zararli moddalarni zararsizlantirishda ishtirok etadi va me'yorida jigar tomonidan ishlab chiqariladi. Kuchli ifloslanishda organizmni yetarli glukatinon miqdori bilan ta'minlash uchun har kuni 2-3 tadan yong'oq yeyish kifoya. Piyoz va sarimsoq. Bu sabzavotlarning o'ziga xos ta'mi va hidi ular tarkibidagi alitsin moddasi bilan bog'liq. Bu oltin gugurt birikmasi jigarga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Uning zararli moddalar bilan kurashishiga yordam beradi. Bakteritsid xususiyatiga ega. Ko'k choy. Ko'k choyni iste'mol qilish yog'larning parchalanish jarayoniga yordam beradi. Uning tarkibida kataxillar, ya'ni zararli moddalarni parchalash va organizmdan chiqarishga yordam beruvchi tabiiy antioksidantlar mavjud. Olma. Organik kislotalarning o't haydash ta'siri hamda parchalanish mahsulotlarini bog'lash va so'ng organizmdan chiqarishga yordam beruvchi pektinning ta'sirini birlashtirgan holda jigarning tozalanishini ta'minlaydi. Kurkuma. Bu ziravorning tarkibiga kiruvchi kurkumin sariq pigmenti saratonga qarshi ta'sirga ega. Jigarning shikastlangan hujayralarini tiklanishiga yordam beradi. O't va hazm qilish fermentlarining ajralib chiqishini tezlashtiradi.